Assalomu alaykum barcha rivojlanuvchilarimiz, sevimli kuzatuvchilarimiz. Bugun mana shu savolga javob berib o'tmoqchiman. Ya'ni agar tomoq og'rig'i yosh bolalarda emas, yoshi kattalarda bo'lsa-chi, bunga qanday yechim berish kerak? Siz kanalni kuzatayotgan bo'lsangiz, bir necha kundan beri tana bilan bog'liq bo'lgan ruhni gapirishlari haqida suhbat ketmoqda. Ya'ni sizni tanangizni ma'lum bir a'zosi sizdagi bo'layotgan ruhiy jarayonlaringiz haqida gapiradi. Xuddi shuningdek, tomoq ham bizni ba'zi bir chiqarilmagan, gapirilmagan, yashab berilmagan va o'zimizdan o'tkazib bera olmagan ba'zi bir og'riqlarimizga javob beradi. Agar siz rostdan ham kimdandir juda ham xafa bo'lsangiz, lekin buni ayta olmasangiz yoki ma'lum bir gapni gapirishingiz kerak, haqqim yo'q deb o'ylasangiz, kimdir sizni xafa qildi, hatto xafa qilganligi haqida bu insonga aytmasangiz, o'zingizda kechayotgan tuyg'ularni aytmagan holda o'zingizni majburlab yana xuddi o'shanaqa avval qanaqa harakat qilgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa harakat qilishda davom etsangiz, albatta bu tomoq og'rig'iga ta'sir qiladi. Bir tasavvur qilib ko'ring, ba'zi insonlar bor, ozgina muzdek suv ichsa ham yoki juda ham o'zini avaylab yurishadi, aytishadiki, "Yo'q, men tomog'im og'riydi, menga mumkin emas, buni icha olmayman" yoki "Anginam bor" deyishadi. Mana shu insonlarning aksariyati, ko'pchiligi, deyarli desak ham bo'ladi, ichki tuyg'ularini tashqariga chiqaza olmagan. Ya'ni har bitta yashab o'tgan tuyg'ulariga adekvatni qaror olmagan, qayerdadir og'rig'i bor lekin gapira olmagan insonlar hisoblanadi. Har bittangiz o'zingizni mana shu misolda qarab chiqishingiz mumkin. Endi nima qilish kerak? Bu og'riq, ya'ni tomoq og'rig'idan xalos bo'lish uchun rostdan ham o'zi bu yordam beradimi amaliyotlar? Hozir mana shu savolga javob beraman. Albatta, sizda agar tomoq og'rig'i bo'lsa, doimiy tomoqda nimadir tiqilishi yoki bor ba'zi bir insonlar har doim tomog'ini qirib yurishadi. Ya'ni nimadir turgandek, og'rigandek bo'ladi. Bu insonlar albatta davomli ishlashlari natijasida bu tomoq og'riqdan xalos bo'lishlari mumkin. Ko'pincha tomoq og'riydigan insonlar ichki tuyg'ularini, ya'ni o'zlarida bo'layotgan tuyg'ularni har doim ichiga yutib yurishadi. Shunaqa insonlarni kuzatsangiz, ba'zilari tomoq ko'p og'riydigan insonlar yoki ko'proq kulib yuradi yoki qovog'ini solib yurishadi. Ya'ni bular neytral emas. Ichida ba'zi bir tuyg'ularni tashib yuradigan insonlar xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Bunaqa insonlarga tavsiya shundan iboratki, agar sizda ham shunaqa holat bo'lsa, siz ko'proq ichki tuyg'ularingizga ahamiyat berishingiz kerak. Hozir men nimani his qilyapman? Hozir men nimani gapirgim kelyapti-yu, nega buni gapirmayapman? Aksariyat tomoq og'rig'i bilan og'riydigan insonlar boshqalarni xafa qilib qo'ymasligi uchun, boshqalarni ko'ngliga ozor bermasligi uchun o'zlarida mana shu og'riqlarni yutishadi. Aytmoqchi bo'ladi va hamma gaplarni tomog'iga yig'adi energetik va lekin aytmaydi. Shundan keyin bu energiya, chiqishi kerak bo'lgan energiya tomoqqa to'planadi va shu yerda angina va shu yerda yallig'lanish va shu yerda immunitet pastligi kuzatiladi. Shuning uchun bunday insonlar albatta o'z tuyg'ularingizga ahamiyat bering va kimdan xafasiz, kimga qaysi gapni ayta olmagansiz, u inson hozir hayotmi yoki hayot emasmi, ahamiyati yo'q. Siz hatto uni qog'ozga yozib ham chiqazib tashlashingiz mumkin. Yokida ko'pchilik tovushida xiralik bo'ladi. Bunday insonlar ham o'zini namoyon qilishdan qo'rqadigan insonlar bo'ladi. Masalan, men o'zim esimda bundan 3-4 yil oldin sayohatga ketgan paytimda juda ham noqulaychiliklar bo'lganda va o'sha paytda noqulaychiliklar haqida aytmaganman, gapirmaganman. Hozir yetib olamiz, o'tib ketadi deb o'ylaganmanda, gitga bu haqda aytmaganman va mehmonxonaga borgandan keyin tomoq birdaniga umuman ovozim chiqmagan holatda bo'g'ilib qolgan va o'shanda men o'zimga daftar ruchkamga olib hammasini yozgandim. Undan oldingi yig'ilgan, aytolmagan gaplarimni ham eslab yozgandim. 3 kun ichida ovozim chiqqandi.
buni hozir men farzandimda ham ko'p sinab kelaman. Biz masalan qish kunlarida ham bemalol morojniy deymiz, muzqaymoqlar yeymiz. Bizda hech qanaqa tomoq og'rig'i kuzatilmaydi. Ya'ni ba'zida bo'lishi mumkin, siz o'sha insonni yuziga aytolmadingiz, lekin o'zingiz bilan qolgan paytingizda ham uni baland ovozda gapirib, chiqarib tashlashingiz kerak. Chunki aytilmagan, chiqazilmagan energiyalar bu baribir sizni tanangizga zarar qiladi. U energiya chiqish kerak bo'lgan energiya qayerdandir albatta chiqish kerak. Demak, siz yoki ovoz chiqarib uni aytishingiz kerak. Ya'ni tanangizdan o'tkazib yuborishingiz kerak. Yoki kimdadir yozuvlar yaxshi ketadi. Yozuv amaliyotida o'sha nima xafa bo'lsangiz, hech qanaqa filtrsiz, hech qanaqa o'zingizni chegaralamagan holda ichingizdan nima kelsa shuni yozishingiz kerak. Ba'zi bir insonlar yo'q, buni aytish mumkin emas, bo'lmaydi deydi. Masalan, tarbiyaga to'g'ri kelmaydi deyishimiz mumkin, lekin siz shuni bilingki, u energiya, u tuyg'ular baribir sizni ichingizda. Shuning uchun albatta uni chiqarib tashlash kerak. Eshitib ko'ring va bajarib ko'ring. Hammangizga yoqimli, yengil rivojlar tilayman.